Pul oldi-berdi munosabatlarida fuqarolar o'rtasida jarayonni rasmiylashtirish va to'g'ri rasmiylashtirish juda ham muhim hisoblanadi. Qanday deysizmi? Ikki shaxs o'rtasidagi pul oldi-berdisi fuqarolik huquqiy munosabat sifatida sudda ham, jinoyat sifatida, firibgarlik sifatida tegishli organda ham ko'rilishi mumkin. Birinchi holatda agar fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarda pul qarz sifatida olingan va tilxatda ham qarz oldim, ma'lum bir muddatda qaytarib beraman deb yoziladigan bo'lsa, bu ish fuqarolik sudida ko'riladi. Sud qarori chiqqandan so'ng ham agar qarzdorning mol-mulki bo'lmaydigan bo'lsa, bu pulni undirishning imkoniyati bo'lmaydi. Ikkinchi bir holatda agarda shaxs Gentra avtomashinasi olib beraman, Xitoydan tovar olib keltirib beraman yoki ma'lum bir ishni bitirtirib beraman deb olgan bo'lsa-yu, lekin tilxatda qarz deb yozgan bo'lsa, siz bu pulni olish imkoniyatini yo'qotdingiz. Bu holatda siz holatni boricha tilxatda ko'rsatishingiz kerak va bu jarayon video, audio va boshqa dalillar bilan isbotlanadigan bo'lsa, shaxsga nisbatan firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, unga nisbatan agar summa katta bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot chorasi sifatida qamoq qo'llanilib, siz yo'qotgan mablag'larni undirib olish imkoniyati ko'payadi. Bu uchun yuridik savodxonligimizni rivojlantirib boramiz va kuzatishda davom etamiz. Salomat bo'ling.